Bitta infeksiya qo'shildi komandamizga. Koronavirus tarqatamiz deganmiz. 150 ming dollarlik uyda 300 mingga qo'yib kelganlar. Realtorskiga bizni komandaga qo'shildilar. 3 yildan beri realtorlik qilib shu kungacha hali biror uy sotmaganlar. Sababi negativ o'zlari. Kelgan klientni maqtash o'rniga yomonlab turib chiqarib olib, nola yuritdilar. Xullas pastdagi raqamga telefon qilasizlar. 150 ming dollarlik uyda 300 mingga sizlarga baraka qilamiz. Bizni jamoaga yangi odam qo'shildi. Bizni komandaga qo'shildi, nima oldingiz? To'xtab turing, telefoningizni o'chirib oling. Millat hamma o'mlab, bironta bir to'pi odam qolmami? Xullas, hali bizga qo'shilib hech nima olganlar yo'q. Bundan keyin ham olmasalar kerak. 3 yildan beri birorta davonni hali shu kungacha savdo qilmaganlar. Biz o'shanaqa yo'lini topolmayotgan bolalarni o'zimizga qo'shib, dashi ketmoqchimiz oxirigacha. Pastdagi raqamga telefon qilasizlar. Uyda obzorini ko'ringlar. Yakkasaroyda biz, to'g'rimi? Lokatsiyamiz Seul Mallda. Juda ham chiroyli 100 kvadratlik kvartiramiz 300 ming baho aytyaptilar. Mana shunaqa reklamalar zarur bo'lsa, pastdagi raqamga mutlaqo bepulga bor klientingizni ham yoqib beradi. Yangi shogird chiqarganmiz. Sog' bo'lasizlar. Yakkasaroy tumani Seul Mallda mana shunaqa suvga qaragan 100 kvadratlik 2 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqan. Kvartiramizning holati yashashga tayyor, ko'rib turganlaridek hamma narsasi, jihozlari, mebel texnikalari qoladi. Kvartiramiz 8 etajli domni 8-etajda joylashgan. Ko'rishinglar mumkin, bu yerda spalni yonida o'zini sanuzeli bor. Bu tarafda esa ko'rib turganlaridek uyda oshxonasi joylashgan. Bu uyimizning kirish qismi. Kirishdan to'g'rida yana bitta xonasi bor, spalni qilib qo'yilgan hozircha. Lekin sizlar agar o'zingizlar xohlasanglar, o'zingizlarga moslab zal yoki mehmonxona qilib qo'yishlar mumkin. Agar kvartira haqida qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilib gaplashsanglar bo'ladi.